Assalomu alaykum, Qo'shtepa savdo kanalimizga aziz obunachilari, akalar, ukalar va bizni kuzatuvchilar hamda sigir ishqibozlari. Sigirni puli arzonlaridan, qisirni puli yengillardan bebaholasini so'ragan obunachilarimiz. Akalar, bir dona sigirimiz, ikki dona suti bor qisirlarimiz bor ekan. Bu qisirlarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida Kalindamiz, Zohir akamning xonadonida akalar. Bu videodan uzoqlashmasdan tursalar ham bo'ladi, chiroyli qilib ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Puli arzon, bebahola deganlarga bebahola bolasi yo'q, o'zini sog'ib ichib, qochirib sigir qilaman degan obunachilarimiz uchun tavsiya qilaman. Jahongir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hoji aka, hormi? Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Rahmat aka. Yaxshimisiz? Xo'p, bular puli arzonlari mana shularmi aka? Puli arzonchi, 3 ta obunasizga puli yengil qilib beramiz. Ha, bo'ldi. Bittasi sigir, ikkitasi qisir aka. Nanni qo'ydingizmi? Hozircha qo'yib berdim. Hali videosi ham bor endi. Har doimda o'ziga tashlab beraveraylar, qo'shib berish noto'g'ri. Bo'ldi. Bugun qo'yib qo'yildi, yangi. 2 soat bo'ldi-chi. Ha, jonivor. Yangi qo'yilganda. Mollarimiz yuvosh, tani joni sog'. Mana maşallah. Yuvoshligi yuvosh. Bolasimi? Yuvosh. Bo'lmasa ham layt bos, kommentariy yozsin. Bo'ldi akalar. Havas qilgan odamni uyda bo'laveradi. Xo'p, bunisini sut qanaqa? Sut ko'proq ekan, mana shunisini? Sut yaxshi, hoji aka. Endi boqsa hammasi ham. To'g'ri. Boqsa, yemini zo'r qilib bersa, sut yaxshilab beradi. Jahongir aka, bo'lmasa bularni chiroyli qilib yetalab ko'rsatib beramiz, hoji aka. Qani yechinchi? Joningiz sog' bo'ling. Akalar, videodan uzoqlashmay turinglar. Bolasi yo'g'i, suti ko'pidan aka. Xo'p, necha litr sutga bu Jahongir aka? Hoji aka 8-9 ta, boqsa 10 ta ham beradi. 8-9 litr beraveradi. Boqsa. Misol yetim bo'zayi bor odam bo'lsa olsin. Hali bo'zay deymiz ya. Bo'zay deymiz o'radimi? Ha. Narxi uchun eng qizig'i narxi. Narxi necha pul? 17 million ketdi Samarqandgacha. 17 million so'm Samarqandgacha dastavkasi bor, ha? Dastavkasi bor. Mana tishini ochmadi demasin. Ya, tishini ko'rsatib beryapti. Mana shu. Bo'ldi. Tishlari ham yaxshi o'rta hol, normalniy. Xo'p, necha litr sutga dedik buni? Yaxshi boqsa 10 ta beradi, hoji aka. Yaxshi boqsa. Boqmasa 1 litr ham bermaydi. To'ppa-to'g'ri. Bag'i yemishiga qarab. Ha, yeb ichishi. Yemishiga qarab beraveradi akalar. Bo'ylarini xolis ayting, hoji aka, 120 ga olaversin. 120 ga beravering. Ha, 1-2 sm kam bo'lishi mumkin. Plus minus abag'ida. Kecha. Bunisi omali Shved parovda yaxshi mol ekan mana shu ham. Uka mashina 40 millionga sotgan ekan bitta sigirligida. Yangi tuqqanda. Taya Aramazorda moli. Savdogarlar tanisa, yozib bersin men olgan. Taniganlar yozib qo'yasiz akalar. Nega shuni deb berdim men. Ha, jonivor. Oq quloq, oq tumshuq, chiroyli Shved ekan omali. Yangi qo'yilgan akalar, sveji. Bugundan hisoblab qo'yaverasizlar. Xo'p, bo'ylari necha bo'ylari? Bo'ylari 125 dan baland, 125 ga olaversin. 125 ga berilaveradi. Oq quloq, oq tumshuqdan. Xo'p, suti necha litr suti? Suti hoji aka 7 litr ga olaversin. Suti 7 litr beradi. Mana. Bo'y necha bo'y? Hozir molda nima bo'lib turibdi, babi? Ha, qo'yilganini hisobiga. Yarim holatda ko'ryapti hali. Buni raketa qo'yapti. Mol kamligiga qo'shib yubordik. Ha, bo'ldi. Puli hoji aka 21 million. Mana arzonga olganim yo'q o'zi. Ha. Hali yaxshi mol endi 1-2 million, ha, babi. 21 million so'm yetib. Har doim sotaveramiz, bu o'zimiz sog'ib ichaveramiz. Ha. Shu gap. Dastlabki qanchacha qilamiz? Bu ham uchovini hozir Samarqandga ketaveradi. Uchovi Samarqandgacha ketaveradi. 7 litr. Bonusigami? Ha, bonus 5 ta quyon bor, zerikdim berib boraman. Bonusga quyon bor. Ha? Mashina olgan odamga quyon beramizmi? 5 ta quyonni qo'shib beramiz. 5 ta quyonni akalar shuni bonusga. Ha, gap bas, shuni ichira ajratib topib beraverasiz. Ha? Bo'ldi, gap yo'q aka. Kejano. Akalar, qo'ldan kelgancha borib-borib ko'rsatyapsiz, pullari kelishasiz, telefon qilasiz, kelishasiz. Bunisi puli arzon sigir aka. Bolasi nima buni bolasi? Bolasi o'zini yoshligi uka. Qizaloq? Ha, mana. Kallalar, qarang buni oqlan. Gibrid qandoshi, semeltaldi yani. Aha. Tashi mol endi. 4 ta oyog'i bor, 2 ta qulog'i bor. Xo'p, bo'ylari necha? 1.15 ga olaversin. 1.15 ga? Qadami chaqqonligini qarang. Ketaveradi, o Samarqandgacha piyoda. Necha litr sutga beramiz buni? Majano. Ha, necha litr sutga beramiz? Buni uka 5 litrga beraveraylar, xotirjam. 5 litrga? Aha. Xo'p, bolasi urg'ochi, bo'ylari 1.15 plus hisoblanadi. Xo'p, narxi necha pul narxi? Narxi 20 million kami bor. 20 million kami bor. Kami bor. Dastavka Samarqandgacha? Ketaveradi uka. Samarqandgacha ketaveradi. Dangal odamga sotaman uka, dangal uyga borib maslahat qiladi, do'ppini pulini olay yo'q. Dangal ketdi bo'ldi uka. Gapirsin, mashincha beradi. Ha. Durmali aka sotdim Qashqani uka. Durmalinda sog' bo'lsin. Ha, Durmaylar mart bo'ladi aka. Haligi buni ham suti bor-da? Suti bor, yangi tuqqan mol. Yangi tuqqan mol. Bo'ldi. Aka o'n sog'ichyaptilarmi? Molni keldi, ko'rdi, hamma yo'g'ini ko'rdi uka u. Ha. Mana janob.
Hoji aka shom bo'lib qolyapti hozir ko'chada. Kecha nima bo'lib qolyapmiz? Qo'ldan kelgancha mana bor-boricha ko'rsatyapmiz. Yuvoshligini bulardan ko'rsatib qo'ying aka yuvoshligini. Buni iloji yo'q ko'rsatyapmiz. Molimizni 2 talik 3 ta qilib qo'yaylik deb ko'rsatyapmiz. Yana Bu holat talab bo'ladi, qo'yib berdim hoji aka. yangi qo'yib nima bo'lyapti demasin. Yuvoshligi yuvosh ekan-a. Endi sog' o'tirmadi akalar. Janob. Hajoning sog' bo'lsin. Mana shu suti ko'p-a? Buni suti yaxshi hoji aka. Suti yaxshi. Xudo xolasa. Hozirda hali katta semental, katta mollarni puliga 3 ta mol olar ekansiz hozir. Kecha hoji aka 16,5 million emas, Mishiqdan chiqib nova soldi. O'zim akamga. Ha. Boqqani, bitta novosini so'yib berdi, 16,5 millionga nova soldi. Kecha nima? 16,5 million ozgina kami bor uka. 16,5 kam bor-a? Har xil odam bor uka, 70 millionga sigiram olyapti. Ha. 16 millionga sigiram olaversin mana. Hammasi sharoit har xil. Bonus uchun semirayotgan 5 ta quyonni beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, endi biz qo'ldan kelgancha bor-boricha ko'rsatdik. Endi to'liq ma'lumotni egalaridan olasiz. Iloji boricha pullarni yengil qilib beramiz. Jahongir aka aloqaga o'ylamay telefon qilishaversin. Bo'zay bormi, novoschasi bormi, bartaraf qilaveradi. Bundan qimmat mol bo'lsa ham o'zim olib buni beraveradi. Kelishamiz. Kelishiladi. Ha, hali zerikkan moli bo'lsa, bo'ldi. hali dumini uradigan, go'nga oladigan bo'zaylari, mollari bo'ladi. O'zim olaveraman. Qutulishga uchun almashtirib bersang, almashtiraveramiz. Pul bo'lish shart emas. Bag'a endi bartaraf bo'laveradi. Telefon qilsangiz aka, hamma yo'liga kelishilar ekan. Kelishamiz. Qo'yi bormi, qizig'i yo'q, olaman, oti bormi? Ha. Kelishilgan holda akalar hamma yoqqa yo'nalishga yurilaveradi. Masalan, bitta molingiz bo'lsa, mashinaga almashtirib yuborganimda desangiz, ustidan aqabaqa qilinaveradi, kelishilaveradi. Olinadi, sotiladi, ustiga olib berish yakka moli bo'ladi, boshqa. Xo'p, telefon nomeringiz nechi? 90 786 55 66 uka. 786 55 66. Akalar telegramlari bor, telefon qilasiz, to'liq ma'lumotni egalaridan olasiz. Qo'ldan kelgancha bor-boricha ko'rsatishga harakat qildik. Endi akalar sizlar laqti bo'lsa, kommentariyga o'z fikringizni qoldirib chiqib keting aka. Hammaga rahmat. Paka-paka akalar.